Rossiyadagi yo'l transport hodisasida 3 nafar Markaziy Osiyolik vafot etdi. Rossiyaning Orenburg viloyatida 21-fevral kuni sodir bo'lgan yo'l transport hodisasida 3 nafar Tojikiston fuqarosi halok bo'ldi. Yana 2 kishi og'ir tan jarohati olib shifoxonaga yotqizildi. Bu haqda Asia Plus xabar berdi. Fojia soat taxminan 16:00 da R239 Qozon-Orenburg avtomagistralining 451-kilometrida Qozog'iston chegarasi yaqinida yuz bergan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, Toyota va Mazda rusumli avtomobillar to'qnashgan. Ma'lum qilinishicha, Toyota avtomobilida Tojikistonning 5 nafar fuqarosi bo'lgan. Mazda haydovchisi esa mahalliy aholi vakili bo'lgan. Mazda haydovchisi voqea joyida halok bo'lgan. Toyota'ning 3 nafar yo'lovchisi og'ir tan jarohatlari tufayli tez yordam yetib kelguniga qadar vafot etgan. Yana 2 jabrlanuvchi 1999-yilda tug'ilgan va 2006-yillarda tug'ilgan yigitlar zudlik bilan Abdulinskaya shifoxonasining reanimatsiya bo'limiga olib borilgan. Ularda bosh miya jarohati, chanoq va qo'l oyoq suyaklari sinishi hamda travmatik shok aniqlangan. Orenburg viloyati prokurori Ruslan Medvedev mazkur holat yuzasidan tekshiruv o'tkazishni topshirgan. Ayni paytda hodisa sabablari aniqlanmoqda. Tergov harakatlari davom etmoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida tahsil olayotgan 23 yoshli qozog'istonlik talaba Garri Azaryan Rossiyaning terrorizmni oqlashda ayblanib 8 oyga qamalib chiqqandi.